O'zbekiston. Bular qanaqa bo'ladi? Kimda kim mana shu 5 ta bir ichida eng ko'p turib bersa, o'shanga 100 ming so'm pul mukofotini beramiz. Bitta o'yinchi tayyor. Ismlarini xola, gap yo'q. Ismingiz? Shohris. Azimbek, a? Xudoyberdi, gap yo'q. Nagap. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Abduvohid. Qatnashasizmi? Qo'qonlikman, Luboy bilan o'ynashaman. Gap yo'q. Qonun qoidani tushundinglarmi? Kameramiz shu yerda qoladi. Men esa sartaroshga borib va ovqatlanib kelaman. Demak, o'yinchilar bir-biri bilan gaplashishi mumkin emas, imo ishora qilish mumkin, lekin gaplashish mumkin emas. 50 ming beraman, chiqib keting. 50 ming chiqdi. Yo'q, qiz bola bo'lgani uchun aytayapman. Chiqing. Joningiz sog' bo'lsin, yaxshi aytib oling. Xo'p, mana sanab oling. Keyingi taklif 30 ming. Kim chiqib ketadi? 10 ming qo'shib beraman. Kelishuv zo'r bo'lyapti. Ber, yordam ber. Turinglar. O'zlaringni doiralaringni taxmin qilib olinglar. Xohish o'zlaringda. Xalq, meni haqqim bu. İnsonmisan sen qanaqa bo'libsan? Bir soatda 30 ming 40 ming topib oladi bular ham. Oy, xolasi chiqib ketishsin. Ya bo'ldi, zarlashma. Sendan gaplashgan. Ber pulni. Bola qiynayapti. Mana turib, sharmanda qilma, O'zbekiston. O'zbekiston. Bular qanaqa bo'libsan? O'zim men bu videoni chiqarmoqchi emasdim, lekin chiqarishga majbur bo'ldim. Men bu o'yinlarim orqali Bokani sharmanda qilmoqchi emasman. Men bu o'yinlarim orqali Bokani qiziqarliroq qilmoqchiman. Angren, Oqqo'rg'on, Olmaliq, Bekobod tumanlaridagi odamlar Bokaga kelishlarini, Boka qiziq joy bo'lgani uchun ular shu yerda ko'proq bo'lishlarini xohlayapman. Bu degani ular kelgandan so'ng bu narsa sotib olishadi, Bokaga pul kirib keladi degani va Bokani xalqi boy bo'ladi degani. Iltimos, o'zimizda bo'laylik. Nimaga hayotga kelganimiz, qayerga qarab ketyapmiz, o'zi nima uchun yashayotganimizni aniqlashtirib olaylik va o'sha bo'ylab harakat qilaylik. Boshqa gapim yo'q. Ana endi esa videoni davomini ko'rishingiz mumkin. 40 ming. 40 ming. Kam? Sanang. Rozimisiz? Yaxshi aytib oling. Nima boydan beri baqiryapsiz? Yomonlik qilyaptimi? Foyda bo'lagan nima? Pulni tekinga hamma olib ketaversa, olib ketaveradi. Nima farqi bor? Oshlayaptimi pulni turganiga olyaptimi? Siz nega yo'qiga Kim bo'ladi? Boydan beri qarab turibman, boydan beri kelmayman. Odam asabi buzilyapti. 50 dan bo'lishib olsanglar bo'ladi aytgan. Bo'lishasizmi? Bular bo'lishmoqchi emas. Qaranglar, hozir bir oyoqlab qo'yaman, 5 minutga bormaydi. Qolaga oyoqlaringga, bitta oyoqlab turinglar, ketdi. Kelishasizlarmi? Rozimisiz? Tamom. Do'stlik g'alaba qozondi. Gap yo'q bolalar. Gap yo'q. Yomon og'ridimi? O'zbekiston. Bular qanaqa bo'ladi?